Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlarda so'nggi yillarda tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi bir necha karra oshgan. Bunga asosan yangi texnologiyalar turtki bermoqda. Mahalliy kompaniyalar ortiqcha gazni mahsulotni xorijga eksport qilishni istaydi, lekin reja aholi orasida qarshilikka uchramoqda. Maryland shtatining Lasby shaharchasidamiz. Tracy Eno bu yerda gaz zavodi kengayishiga qarshi kampaniya olib bormoqda. Loyiha hammani bir-biriga qarshi qilib qo'ydi. Darrov seziladi. Dominion Power kompaniyasi 2002-yilda sotib olgan zavod okean bo'yida joylashgan. Shu kungacha tabiiy gazni import qilib, taqsimlashga ixtisoslashgan edi. Ammo Amerikaning o'zida hozir gaz mo'l ekan, mahsulotni Yaponiya va Hindistonga sotish rejada. Kompaniya xodimi Mike Frederick bu ikki davlatda tozaroq energiya manbalariga talab borligini aytadi. Ittifoqchilarga energetika bobida yordam bergan bo'lamiz. Ikkinchidan, jahon bozorida gaz narxi barqarorlashadi. Eksport rejamiz AQShda narx-navo o'sishiga ham olib kelmaydi, chunki eksport hajmi kichik. Korxonani kengaytirish va eksportga moslash qariyb $4 milliard tushadi. Tabiatparvar guruhlar esa loyihaning ekologik oqibatlari haqida bong urmoqda. Atmosfera ifloslanishidan tashqari, Chesapeake daryosiga millionlab litr iflos suv oqib tushadi deydi ular. Rachel Heinhorst oilasi bilan zavod yaqinida yashaydi. 3 farzandim bor. Nega ular iflos havodan nafas olishi kerak? Frederick ekologiya bilan bog'liq xavotirlarni rad etmaydi, lekin Tabiatga ta'sirini kamaytirish uchun qanday qonun qoidalariga rioya qilish kerak bo'lsa, hammasini inobatga olyapmiz. Lasby shahar ahli korxona kattalashishiga turlicha qaraydi. Scott Adams bu yerda o'z restoraniga ega. Qonunlarga amal qilishayotgan bo'lsa, ularning ishiga aralashmaslik kerak. Yuqori bosim ostida ishlaydigan sovutgichlarni mahallalarga olib kelib o'rnatishadi. Xavfli emasmi? Tabiiy gaz ko'mirga qaraganda tozaroq mahsulot. Proyekt amalga oshsa, Calvert okrugi sarmoya va daromaddan yutadi. Yiliga $40 milliard soliq. Qurilish sohasida minglab ish o'rinlari yaratiladi. Zavodda shuningdek 75 ta doimiy ish o'rni ochiladi. Arzimaydi deb norozi bo'layotganlar bor, lekin qishloq bir joy uchun 75 ta yaxshi to'laydigan ish o'rni ham katta gap. Shaharchaga yangi ishchilar kelishi Scott Adams uchun muhim. Uning restorani hafta kunlari bo'm-bo'sh. Mijozlarim 2 karra ko'payadi. Dominion Power kompaniyasi suyuq tabiiy gaz eksportini 2017-yilda boshlamoqchi. Ammo yuqoridagi e'tirozlar loyihani orqaga surishi mumkin. Kompaniya tozalik bo'yicha yuzlab talablarni bajarishi lozim. Scott Adams terminal qurilishini quvvatlagani bois uning restoraniga ayrim doimiy mijozlar kelmay qo'ydi. Okrugimiz loyihadan yaxshigina daromad qiladi deya uni yoqlayotgan ayrim mahalliy rasmiylar ham qayta saylanishi gumon. Shohruh Hamro, Washington. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz sizni biz bilan bog'lab turadi. Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Mo'ymir va Vkontakte orqali ham maqolalarimizni o'qishingiz, dasturlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz Amerika manzaralari telejurnalining 600-soni. 2003-yilning dekabr oyidan beri efirdamiz. YouTube'dagi kanalimizga kirsangiz, o'tgan 11 yil mobaynida sizga havola etgan ko'rsatuvlarimiz va ulardan parchalarni tomosha qilasiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.